Boyvachcha. Boyvachcha deyishadi kaminani boyvachcha. Hamma bo'lishadi mana boyvachcha. Ko'cha bolasi jabani boyvachcha. Pulim mani yo'q. Yigit endi chakka chukka joylardan vash izlab yotmaysizlar. Nimaga deganda yigit faqat endi sentrli joylarda yuradi. Tifinni Bolivuchada, Tifinni joylarda. Sababini sizlarga tushuntiraman. Sababi Yuksalish Group kompaniyasi Samarqandning kindigidan deydi-ku, kindigidan Tifin loyihasini boshladi. Andan aka, mana shu loyihangizdan o'zimizda jaydar odamlarimiz uchun nima sharoitlar qilib beryapsiz? Aka, xudo xohlasa, bu yerda 60 oyga to'liq ta'mirlangan xonadonlarni boshlanish to'lovisiz qilib beryapmiz. Yana eng zo'r tarafi O'tkir aka. Endi hamma sharoitlar pastda qilardik, endi tepada qilishni boshlayapmiz. Basen, dam olish zonasi, fitness zallar, konferensiyalar, -3 qavat parkovkalar, ko'p narsa qo'shib tashladik. Eng zo'r joyi bizga o'xshagan odamlar ham endi premium klass zonlardan 60 oyga hech qanday boshlanish to'lovlarsiz uy olib turib mazza qilib yashash sharoitini yaratib beryapti. Bu loyihadan aksiyada uy olishlaringiz uchun Anvar Temirovni Instagram profilidagi link orqali Telegram kanaliga shuni o'tib olasizlar. 14-noyabr kuni 20:00 da bu o'tadigan onlayn taqdimotda qatnashsangiz, uy haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bizga o'xshagan odamlarni sentral joydan uy olaylik.